Tefsiri Muyesser. Enfal Suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Nihayeti şefqatli ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Sahabelerin senden Bedir urushida qo'lga kelgan g'animatlarni ularning orasida qandoq taqsim qilishing to'g'riliq so'rashidi. Ularga aytqinki, g'animatlarning taqsimoti haqida hukm berguvchi Allohdir. Allohning payg'ambari uni Alloh ko'rsatgan bo'yicha taqsim qilib beradi. Allohdan qo'rqinglar. Uningga osilik qilishdan hazar aylanglar. G'animat to'g'risida talash tartish qilishdan saqlaninglar. Oranglarni tuzanglar. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Chunki iymon sizlarning Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishinglarni talab qiladi. Haqiqiy mu'minlar Alloh yod etilsa, dillarida qo'rqinch paydo bo'ladigan, Qur'onning oyatlari tilovat qilinsa, iymoni kuchaydigan, har ishda Allohga tayanadigan, Allohdan boshqasidan qo'rqmaydigan, Allohning boshqasiga yelinmaydigan kishilardir. Ular namozni o'z vaqtida mukammal o'qiydigan, biz ato qilgan pul moldan biz buyurgan joylarga sarf qiladigan kishilardir. Yuqorqi amallarni mukammal qiladigan kishilar haqiqiy mu'minlardir. Ularga Allohning dargohida yuqori martabalar, gunohlarga mag'firat va esil rizq bor. Ey mu'minlar, sizlar g'animat to'g'riliq ixtilof qilishganda, Alloh uni sizlardan elib payg'ambar alayhissalomning taqsim qilib berishiga topshirgandek, ey payg'ambar, Rabbing seni o'z hikmati bilan Quraysh qabilasining Shamdan kelayotgan karvonining oldini to'sish uchun chiqishga buyurdi. Mu'minlardan bir guruh kishi urushga chiqishni yoqtirmagan bo'lsa-mu, bu Alloh sana Jibril orqali vahiy qilish bilan amalga oshirgan ishdir. Ey payg'ambar, mu'minlardan bir guruh kishilar haqiqat oydinlashgandan keyinmi go'yo ko'rinib turayotgan o'limga haydalayotgandek urushga chiqmaslik uchun sen bilan munozirlashyotdi. Ey talash tartish qilg'uvchilar, o'z vaqtida Alloh sizlarga mushriklarning karvoni bilan mushriklar qo'shinidan iborat ikki guruhdan birining qo'lingizga tushadiganligini va'da qilgan edi. Sizlar bo'lsanglar karvonni urushsiz qo'lga tushirishni yoqtiratdinglar. Alloh o'z amri orqali islomni g'albaga erishtirishni, kofirlarni yo'qotib, ularning yiltizini quritib tashlashni xohlaydi. Allohning bunday qilishi mushriklar qanchalik yomon ko'rib ketsa-mu, islomni va musulmonlarni aziz qilish, shirik aqidasini va mushriklarni butunlay yo'q qilish uchundir. Allohning sizlarga Badr urushi bo'lgan kunida qandoq yordam qilganligini eslanglar. O chaqda sizlar Allohdan dushmanlaringlarga qarshi nusrat talab qilgan edinglar. Alloh sizlarga orqa tushadigan ming farishta bilan yordam beraman deb tilakinglarni qabul qilgan edi. Alloh bu nusratni faqat sizlarga g'albadan bishorat berish, ko'nglingizni orom topqizish va Allohning yordamiga ishonch qilishinglar uchun qildi. Yordam sizlarning kuch-quvvatinglardan emas, faqatla Alloh tarafidan keladi. Alloh podshohligida hammadan g'olibdir. Tadbirlarda va belgilimlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. O'z vaqtida Alloh sizlarni dushman qo'rqinchidan tinchlantirish uchun sizlarga yengil bir uyqu beg'ishlagan edi. Alloh sizlarni zohiriy pasqinchiliklardan poklash, sizlardan shaytonning vasvasasini ketkizish, qalbinglarni mustahkam qilish va qumliqda qadaminglarni mazmun turg'izish uchun sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib bergan edi. Ey payg'ambar,
Öz vaqtida Rabbing Badr urushida mu'minlarga yordam qilgan farishtalarga men sizlar bilan billa sizlarga yordam beraman. Mu'minlarni jihad maydonida mustahkam turg'izinglar. Men kofirlarning dillariga qattiq qo'rqinch va xorliqni solaman degan va mu'minlarga ey mu'minlar kofirlarning gavdalariga qilich bilan uringlar. Ularning put-qo'llarining hamma bo'g'imlariga qilich bilan uringlar deb vahiy qilgan edi. Kofirlarning gavdalariga put-qo'llarining hamma bo'g'imlariga munda qattiq qilich urilishi ularning Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqqanligi uchun edi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga qarshi chiqadi ekan, Alloh uni dunyo va oxiratda qattiq jazolaydi. Ey kofirlar, sizlarga kelgan bu azob qilmishinglar uchun bu dunyoda berilgan jazodir. Shuni sizlar buni mushu dunyoda tetinglar. Oxiratda bo'lsa sizlarga do'zax azobi bor. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon etgan va islom shariati bo'yicha amal qiladigan kishilar. Sizlar urush maydonida kofirlar qo'shini bilan uchrashgan cheg'inglarda hargiz qochmanglar. Agar qochsanglar, yengilib ketsizlar. Shuni sizlar urush maydonida mustahkam turinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlar bilan birga bo'ladi va dushmaninglarga qarshi sizlarga nusrat ato qiladi. Dushmanni qaymoqtirish yoki urush qilayotgan mu'minlar qo'shiniga qo'shilish uchun jang maydonidan ayrilish sirtida kimki dushmandan qochadi ekan, u haqiqatan Allohning g'azabiga uchraydi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy? Ey mu'minlar, Badr urushida mushriklarni sizlar o'ltirmadinglar. Balki ularni Alloh o'ltirdi. Chunki ularni o'ltirishinglar Allohning yordami bilan amalga oshdi. Ey payg'ambar, bir siqim to'pini kofirlarga otgan cheg'ingda uni sen otmading, balki uni Alloh otdi. Chunki uni kofirlarning ko'ziga tekkizgan zot Allohdir. Allohning mundoq qilishi mu'minlarning go'zal in'omlari orqali sinash, ularni jihodda mustahkam qilish va ne'matlarni tonutish uchundir. Sheksizki Alloh oshkor qilgan va yoshirgan barliq gap so'zinglarni, duo va munojotlaringlarni anglab turg'uchidir. Bandalarga nimaning foydali ekanligini bilguchidir. Mushriklarni mag'lub qilish, ularga etilgan tuproqni ularning ko'ziga tekkizish, mu'minlarni jafoliq urush bilan sinash qatorliq ishlarning hammasi Allohdandir. Alloh kofirlarning hiyla mikrlarini cho'qim mag'lub qilguchidir. Shuning bilan kofirlar yo haqiqatni qabul qilib musulmon bo'ladi yoki urushib halok bo'ladi. Ey kofirlar jamoasi, agar sizlar Allohning azobining haddidan oshgan zolimlarga tushishini tilasanglar, bilinglarki Alloh azobini sizlarning ustinglarga tushirgan chaqda sizlarning talabinglarni ijobat qilgan edi. Chunki sizlar haddinglardan oshgan zolim qavmsizlar. Agar sizlar Allohni, uning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilishdan va u payg'ambarga dushmanlik qilishdan voz kechsanglar, bu sizlarning dunyo va oxiratlikinglar uchun yaxshidir. Agar sizlar Muhammad alayhissalomga dushmanlik qilishga va uningga qarshi urush qilishga qaytsanglar, bizmi uningga yordam qilishga, sizlarni Badrda mag'lub qilgandek mag'lub qilishga qaytamiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, Badr urushida sizlar ko'p qo'shinliq turug'liq, oz qo'shinliq mu'minlarga yengilgandek yengilisizlar. Qo'shininglarning ko'p bo'lganligi sizlarga asqatmaydi. Sheksizki Alloh yordami va nusrati bilan mu'minlarning yenididir. Ey Allohga va uning payg'ambariga iymon etganlar. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilib, sizlarga nimani buyurgan bo'lsa, shuni qilinglar.
Sizlarni nimadan to'sqan bo'lsa, shu ishdan qaytinglar. Sizlar o'zingizlarga o'qib berilayotgan Qur'on oyatlarini anglab turib, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilishdan bosh tortmanglar. Ey mu'minlar, sizlar mushriklar bilan munofiqlarga o'xshash Qur'onning oyatlarini anglasa, uning ma'nosini tushunmay va hech bir tafakkur qilmay turib, quloqlarimiz bilan angladik degan kishilarni do'rimanglar. Shubhisizki, Allohning nazarida jonliqlarning eng yomoni quloqlari haqiqatni anglashdan to'silib qolgan, tili haqiqatni aytishdan gachi bo'lib qolgan kishilar bo'lib, ular Allohning buyurgan va to'sqanlari haqida qilcha aqlini ishlatmaydi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.